Do'stlar, hozir biz Jaloliddin Ahmadaliyevning repetitsiya xonalariga keldik. Uka, nima qilamiz? Chaqirasizmi yo? Kiraveramiz. Repetitsiya bo'lyapti. Yo, kirsak jahllari chiqmaydi. Yo, beraman. Kiramizmi? Ketdik, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hormanglar, assalomu alaykum. Jaloliddin, bezovta qildik, mana mikrofon taqib olasizmi? Tinchmisiz? Charchanglar. Tashkillaymiz. Ashulalarda eshitimiz vashi xalqqa og'rig'ida. Ko'z tegmasa. Qarang, vaqtingizni ko'p olmayman. Siz har oy kutmagan temada ashula berasiz. Surpriz bo'ladi. Sizga bitta sovg'am bor-da, rosh keramikadan. Mana bu 100 dollar pul. Xohlasangiz shuni oling. Xohlasangiz mana sovg'amni Beraymi? Mana oling. Pul olmaysizmi? Ya. Sovg'ani olamizmi? Bo'ldi, davay. Bitta ko'ringchi. Bismillah. Qalay? Kameraga ko'rsin, qalay? Yoqdimi sizga? Вообще. Bilasizku, men odamlarga xursandchilik ulashib yuraman. 1 dan 30 gacha yaxshi ko'rgan soningizni ayting. Endi 20 mi? Necha? 20 mi? 20 qilarik. 28 qilaylik, chunki konsertingiz 28 dan boshlanadi-yu, maydan. Bo'ladimi? Mana bitta sanab ko'ring, xohlagan tarafingizdan. 28-maydan konsert. Bo'lsa bo'ladimi? Ha, davay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5 dollar. 5 dollar ekan, qarang mana. Ichida ko'rsating. 2 mingtalik ham bor ekan. 2 mingtalik 3 dona bor. Xudo xolasa 28-maydan boshlanadi. 4 kun davomida konsert. Drujbada hammani kutamiz. Yangi shedevrlar bor, xudo xolasa. Hammani kutamiz. Joningiz sog' bo'lsin, yo'q demaganingiz uchun Sog' bo'ling aka. rozi bo'lasizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Yaşasak meylimi?